Yüklüğün dersimiz olsa sumaylık kesim piradı ekan. Bunun gitarlik materiallar iş xemir, taş xemir deb ikki xemir bilan ishlaymiz. Oldi bilan taş xemir ketan materiallar bo'lsa su 200 gram, süt 200 gram. Sumay tushtilgan sumay tushitib, muzlatib olgan sumayda 200 gram, shakardan 220 gram. Podadan 10 gram, undan 700 gram. Ondan yana qo'shimcha 100 gramni olib qo'ydim. Yana bir yetmasa yana buni qo'shib jug'asak bo'ldi. Ish xemirga ketgan xurishlar bo'lsa, suv 200 gram, sumay po'mi tushgan sumay 200 gram. Shakar bo'lsa 200 gram, asal 230 gram, soda 15 gram, un 800 gram. Mush material ketadi. Buningga xemir yo'rish uchun mundaq quruq talanga, chalg'ush, paloq, mumkindan jir shakar, mundaq taloq pichoq ketadi. Ketarlik materiallar shu. Suv, süt, shakar, mavu sumay tut xurishni mavu talangaga savilib, shakar erig'icha holatda qo'l chalg'ish bilan chib olsa, shakar erigan holatni ko'rsatadi. 800 gram un ketdi. Mush bo'sh holatda xemir bo'ldi. Mushni hamda 20 minut tindiramiz. Hamda men ish xemirni ishlayman. Ish xemirga mushu tut xurishni yana mushu qachiga sep, buni shakar erig'icha, asaban shakar erig'icha holatda chib olman. Uni keyindan 15 gram sodani berib, yana o'tdan aralashtirman. Oxirgi vaqtda unni berman. Buniki shakar bilan sal erigan holatni ko'rsatadi. Bu tut xurish erib oldi. Men uni keyindan 15 gram sodani sep eritdim. Hamda mushu unni berib, 8 gram unni berib, shu quruq xemir holatni ko'rsatadi. O'rnimi mush xemirni yana 20 minut tindirib, uni keyin uni bizga vaqt diqqat qilinglar. Buni tartibdan diqqat qilib o'tinglar. Mavu taş xemirni zugul qilmay, üzüp 40 gramdan 39 tal üzüp oldim. Ma ish xemirni zugul qilib, buni 39 tal üzdüm. 40 gram to'xtadi. Endi buni zugul qilish uchun qaranglar. Mana naq besib basamiz. Besib, bundan ma zuguldan birni sap, bundan buni mont tutganda qilmaymiz. Mana oy to'qashni tutgandek. Mana yig'ib akab, mana. Yana bir ko'staya, mana. Müstaq bərmini zugul qolimiz. Uni keyin buni zugul qilib, endi men sizlarga hozir buniki yeyib, kesgan holatini, endi shakar basqa holatini ko'rsataman. Zugul qo'yib, buni mundaq yeyib, endi mavi tig' bilan mundaq kesib oldim. Uni keyin dum olib keltirib, mundaq shakldan keltirib, buni shakarga bosaman. Pisimiz. Pisib, qaranglar. Mana. Müştahlet keltirmasa, hamma nashtaq. Mana müştahlet keltirmasa, mana. Oldim buni, misni, shuni işte, mana. Shuni men gradus oldinlar tanshab qo'ydim. Osti 170, usti 150. Bu 25 minut pishib chiqdi. Ham gradus tön bo'lsa, men gradusni mushu liskni qo'shansab, ondan buni o'ltash bo'lsa o'rtib, tanshab ondan muqim gradusni istaydi buni. Anik chiqdi. Buni gradusni men ostini 180, topini 170 qilib 25 minutda pishirdim. Ma gradusni biza o'rlatdim. Endi o'zinglarning duxab gradusini qarab, ondan tanshanglar. Mana keyinimda chiqdi buni. Buni endi yer basaq